Navoiy viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari tomonidan yong'indan ogohlik umummilliy kampaniyasi doirasida hududlarda joylashgan ijtimoiy soha obyektlari, korxonalar hamda aholi yashash xonadonlarida yong'inlar, gaz va havo aralashmasining chaqnashi, fuqarolarning is gazdan zaharlanishi va boshqa noxush holatlarni oldini olish maqsadida profilaktik targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. Shunday tadbirlardan navbatdagisi Uchquduq tumanida tashkil etildi. Tadbir doirasida ishchi guruh vakillari tomonidan tumanda joylashgan ta'lim muassasalarida o'quvchi yoshlar bilan davra suhbatlari va seminarlar tashkil qilindi. Ochiq va jonli o'tgan muloqotlarda yong'inlarni oldini olish, is gazdan saqlanish, nosoz elektr va gaz jihozlaridan foydalanmaslik, birlamchi o't o'chirish qurilmasini to'g'ri ishlatish va zarur texnik jihozlar to'g'risida ko'rgazmali vositalar orqali atroflicha ma'lumotlar berildi. Keyingi manzil tuman hududida olib borilayotgan qurilish obyekti bo'ldi. Uchrashuvda mutaxassislar tomonidan texnika xavfsizligi qoidalariga qat'iy amal qilish, yotoq joylarda nostandart elektr va gaz jihozlaridan foydalanmaslik borasida zaruriy tavsiyalar berildi.